Marjomidan 100% tabiiy limonad. Endi shisha butilkalarda. To'xta. To'xta deyapman senga, o'g'lim. To'xtasang-chi. Voy bola. Otang bilan gaplashganda to'xtab gaplash, xo'pmi? Farhod. Sudyaning gapini eshitdingmi? Agar yana bir marta shu ishingni takrorlasang, qamalib ketasan, bola. Nima qilibdi? Sizni pullaringiz ko'p-ku, boysiz-ku? Farhod. Hey. Sen bilan hazillashayotganim yo'q, bola. Nima deysiz? O'g'lim. Keyingi safar meni pullarim seni qutqara olmasligi mumkin. O'zi senga mushlashish mumkin emas. Nahotki tushunmasang. Menga farqi yo'q. Onamni haqoratlagani tinch qo'ymayman. Ey, haqorat qilgan bo'lsa menga ayt. Yoki bo'lmasam ariza ber. Hammasini sud hal qiladi. Dada, men birov ustidan yozadigan odamga o'xshaymanmi? Menga umuman gapirmang bunaqa gaplaringizni. Hey bola. O'zingni bos. Menga qara, o'g'lim. Senga bir nima qilsa, men chidolmayman. Agar siz o'shanda biz haqimizda o'ylaganingizda, hozir bunchalik qayg'urmagan bo'lardingiz. Ey bola, to'xta. Farhod. Namchi kech qoldingiz? Qachon qarama shunaqa kech qolasiz? Ha mayli. Maxluqchang qani? U maxluqcha emas. U masiya. Maxluqda, baribir ham maxluq u. Siz doim shunaqa qilasiz, Farhod aka, nimaga? Qayerda yuribsiz shuncha vaqt? Suddan kelyapman. Suddan? Yana urushgansiz-a, demak. Endi shunaqa bo'lib qoldi. Bo'pti, mushugimni olib ko'rikka boramiz. Mayli, siz nima deysiz shu? Mushugim ahvoli yaxshimi, doktor? Ha, ancha yaxshi. Endi umuman xotir olmasangiz ham bo'ladi. Oxirgi dorisini ham qilib qo'ydim. Rahmat sizga, doktor. Faqat ovqatlanishiga yaxshilab e'tibor berasiz. Iloji boricha kayfiyatini tushirmaslikka harakat qiling. Bu eng kuchli stressni boshdan o'tkazgan. Xo'p bo'ladi, rahmat. Doktor, balki uni Gavayi orollariga borish kerakdir, a? Balki Bali, Parij, Dubay. Dubayda ham o'ziga o'xshagan mushukchalari bilan, a? Farhod aka. Men nima dedim? Aytyapti-ku, kuchli stressni boshdan o'tkazgan deb. Nima bo'pti? Olib borsam, olib boraman. Asaloga ketayotganimizda o'zim bilan birga olaman. Marhamat, faqat bizning xonamizda yotmaydi. Xavotir olmang, men bilan yotadi. Assalomu alaykum, doktor. Va alaykum assalom. O, ana yana bittasi keldi. Endi sizlarga ruxsat. Rahmat doktor sizga. Xo'p, mayli, sog' bo'ling.
Farhod aka yuring ketdik. Ketamizmi? Ha, qani olib kelingchi. Qani. Vo, ana. Hop, qani mushugimizga nima bo'pti ekan? Hop, Ozgina ana. mazasi yo'q edi, ko'rib beringchi. Bo'ldi, hozir ko'ramiz mana. Rahmat olib kelib qo'yganingiz uchun. Tinchlikmi? Nimadir bo'ldimi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Biroz mazam yo'q. O'shaning uchun kamroq mushtlashish kerak edi. Bo'pti, ko'p gapirmagin. Bor uyingga kir. Bo'pti, kiraman. Agar kech qolsangiz o'zingizdan ko'ring. Nima? Meni tashlab ketasanmi? O'chiring ovozingizni. Sizga birov berib qo'yadigan ahmoq yo'q. Bu gapingizni boshqa gapirmang, tushundingizmi? Alyo. Mushugim qolib ketibdi. Olib kelib bering. Xo'p, hozir boraman. Rahmat. Kechirasiz. 1 daqiqaga mumkinmi? Biz yopildik, ertaga keling. 1 daqiqa iltimos, bitta narsa so'ramoqchi edim. Ertaga. O, menga qara. Men senga 1 daqiqagina ketadi deyapman, tushunyapsanmi? Mayli, nima kerak? Ana endi o'zingga kelding. Boya oldinga kelganim esingda bo'lsa. Ha, esimda. Zarina bilan kelgandingiz. Men sendan bitta narsa so'ramoqchi edim. Faqat bu ikkalamiz o'rtamizda qolsin. Ha, mayli, so'rang. Faqat hech kimga aytmayman deb so'z ber. Ayniqsa Zarinaga. Mayli. Biz kelgan payti bitta qiz kelgan edi. Ismi adashmasam, Nigora edi, to'g'rimi? Ha, Nigora. U bu yerga tez kelib turadimi? Ha, tez kelib turadi. Uni mushugiga nima qilgan? Mushugini oshqozon kasal bo'lgan. Oshqozon yuvib, klizma qilib, kerakli dorilarni Bo'ldi, boshim ortmagin, menga dorilarning umuman qizig'i yo'q. Uni ancha davolaysanmi? Ha, yana 2-3 marta kelish kerak. Nimaga so'rayapsiz? Uni mushugi menga juda ham yoqib qoldi. Yaxshi mushukka o'xshayapti. Sizlarni tilingizda nima derdi? Zotdor dermidi? Xullas o'sha mushukni men sotib olmoqchiman. Lekin u mushugini sotmasa kerak. Sotadi. U yana qachon qabulingga keladi? Payshanba kuni keladi. Payshanba kuni. Juda yaxshi. Ana ko'rdingmi? 1 daqiqa ham vaqting ketgani yo'q. Ha, aytgancha, boya gapirgan gapim esingdan chiqmasin. Tushundingmi? Ha, yo'q, hech kimga aytmayman. Ha, ayniqsa Zarinaga. Malades. Tushunadigan bola ekansan. Bo'pti. Xudoga shukr, shunga shunchami? Farhod aka, yaxshi yetib oldingizmi? Kechiring, boya sal qizishib ketdi. Rahmat. Bilardim kechirishingizni. Ha, aytgancha, boya sketch esdan chiqib qopti. Salonga Fransiyadan zo'r kelin ko'ylak kelibdi. Shuni so'rab qiziqdim. Kechqurun ham ochiq turar ekan. Aylangan chiqqanimizda ko'ylakni ham ko'rib kelaylik. Mayli jonim, o'zingiz ehtiyot qiling. Kechqurun ko'rishguncha, xo'p? Sen nima desang shu jonim. Mayli.
Kim bo'ldi bu qiz? Bu qizni avval ham ko'rgandayman. Qayerda ko'rgan ekanman? Qayerda bo'lishi mumkin, ha? Farhod? O'g'lim? Ey Farhod. Tur. Dada, namuncha baqirasiz? Bo'la qol. Tur o'rningdan. Seni so'rab kelishibdi. Kech bo'lganda meni kim so'rab kelishi mumkin? Kech bo'lganda deysanmi? Sen hali ham kechasi deb o'ylayapsanmi? Ko'chaga qara. 1 soatdan keyin peshin bo'ladi. Yo'q, ertalab bo'ldimi? Bo'ldi. Tur. Tez tashqariga chiq. Yuz qo'lingni yuvib o'zingga qarab ol. Tur dedim senga, bo'la qol. Seni qara. Hey, katta bola, yotishingni qara. Dada, bo'ldi, ko'p gapirmang. Bo'la qol deyapman. Hey, men senga hali ko'p gapirganim yo'q. Bo'la qol. Asabimga tegma, xo'pmi? Bo'la qol. Seni so'rab kelishdi. Kim so'rab kelibdi o'zi? Chiqsang ko'rasan. Judayam erkalatib yubordim shekilli-da. Zarina? Xuddi o'zi. Sen bu yerda nima qilyapsan? Nimaga telefoningiz o'chiq? Biz kecha qayerga bormoqchi edik? Javob bering. Sen oldin meni savolimga javob bergin. Nimaga hali kelin bo'lmasdan turib bu uyga kelding? Sani aqling joyidami? Qiz bolada or nomus degan narsa bo'lish kerak emasmi? Voy bola. Zarinani or nomusi haqida gapirmay qo'ya qol, xo'pmi? O'g'lim, u juda ham odobli qiz. Shuning uchun ham uni kelin qilyapman. Dada, axir Zarina begona emas. Yoshligi o'tgan joy. Esingdami? Ikkalang mana shu uyda, hovlida chopqilab katta bo'lgansanlar. To'g'rimi gapim? to'g'ri, dada, lekin hozir Zarina katta qiz-ku. Sen, o'g'lim, gapni aylantirma, xo'pmi? Nega kecha Zarina aytgan joyga bormading? Ha? Nega telefoningni o'chirib qo'yasan? Javob bering. Tushunmadim. Hozir 2 kishi bo'lib turib menga tashlabsizlarmi? Ha. Xo'p, uxlab qolibman, bo'ldimi? Kecha charchagandim. Agar esinglarda bo'lsa, kecha sudim bo'ldi. Bo'ldimi? Kamroq mushtlashish kerak edi. Bu gapingni sen kecha ham aytgan eding. Zarina, qizim, to'xta. Ey, ahmoq. Qiz bolaga ham shunaqa muomala qiladimi? Bor orqasidan qaytar. Ertalabdan menga shu kammidi? Arzimagan narsa xafa bo'ladi. Kerakmi shu narsa? Zarina, to'xta. Zarina, to'xta jonim. Jonim demayman. Bo'pti, xo'p, asalim. Asalim ham demang. Mushukcham, to'xtasang-chi. To'xta. Nima? Xo'p, meni kechir. Senga qo'pollik qilib kecha rostdan ham qattiq charchagandim. Telefonimni quvvatlagichga qo'yish esimdan chiqib qopti. Sen bilan aylangani bormoqchi edim. Gapimga ishon, shunaqa bo'lib qoldi-da. Uzr jonim. Kechirdingmi? Rahmat. Bugun xohlagan joyingga olib boraman. Anu kelin ko'ylakka boramiz degandingni? O'sha yerga ham boramiz. Restoranni ham ko'ramiz. Restoran allaqachon hal bo'lgan. Bo'pti. Xohlagan narsani olib beraman. Menga narsalar kerak emas, Farhod aka. Menga siz keraksiz. Sizni shunaqa beg'amligingiz meni qo'rqityapti, bilasizmi shuni? Men boqib beg'am emasman jonim. Men hamma narsani o'ylayman. Mani-chi? Sani birinchi o'rinda, Salim. Mushukchangni ham o'ylayman.
Bo'ldi, bachkanalik qilmang. Xo'p. Kechirdingmi? O'ylab ko'raman. O'ylab ko'radigan hech narsa yo'q-ku. Xo'p, bugun qayerga boramiz aytsang bo'ldi. Bugun hech qayerga bormayman. Vodiydan qarindoshlarim kelishyapti. Bo'lmasa, ertaga payshanba bo'ladi. Payshanba ertaga payshanba. Qayerga borishim kerak edi? Ha, esladim. Balki juma kuni borarmiz. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Cho'chimang, doktor. Ko'rishib qo'yaylik. Cho'chiganim yo'q. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zi yaxshimisiz? Rahmat. Ishlar qalay? Ishni endi boshlaymiz-a. Namuncha ertalabdan. Ha, endi aytgandim-u. Payshanba kuni kelaman deb. Ha, Nigoraning mushugini sotib olmoqchi edingiz. Shunday. Ha. Menga qarang. Ishingiz qiyin emasmi? Yo'q, qiyin emas. Bitta narsaga har doim hayron qolaman. Odamlarning shifokori bo'lganingizda tushunarli edi. Lekin it, mushuk davolab qancha topasiz? Umuman olganda, kelajagi bormi bu kasbni? Ha, borligi uchun davlat veterinariyaga milliardlab mablag' ajratyapti. Milliard? Nima uchun? Chunki veterinariya faqat it, mushuk davolash emas. Bu oziq-ovqat xavfsizligi degani. Odamlar iste'mol qilayotgan sut, go'sht, tuxum mahsulotlari ortida ham veterinariya turibdi. Agar nazorat bo'lmasa, birorta yuqumli kasallik butun boshli hududga tarqalishi mumkin. Rostdanmi? Nega bunaqa? Mana qarang. Birgina quturish kasalligini oling. U hayvondan odamga yuqadi. Yoki boshqa sonsiz kasalliklar bor. Biz hayvonni davolab, aslida odamlarni himoya qilamiz. Shuning uchun ham so'nggi yillarda bizning sohaga katta e'tibor berilyapti. Yangi veterinariya klinikalari ochilyapti. Laboratoriyalar yangilanyapti. Mutaxassislar xorijda tahsil olyapti. Talab kuchli ekan-da. Agar soha ahamiyatsiz bo'lganda, veterinariya ham kerak bo'lmasdi. Alohida agentlik ham, dasturlar ham, milliardlab sarmoyalar ham umuman kerak bo'lmasdi. Qoyilman. Mumkinmi? Ha, keling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Anaqa bo'shmidingiz? Yaxshimisiz? Mushugimizni ko'rib berasizmi? Ha, marhamat, olib keling. Qarab oling. Hayotim. Ber. Men tashqarida bo'lib turaman. Xo'p, qani olib keling. Xo'sh, yaxshi bo'lib qoldingmi? Ko'rinishing yomon emas. Qani. Bugun yana bir ukol qilib qo'ysak, ancha yaxshi bo'lib qoladi. Kechirasizlar. Yaxshimisiz? Bitta narsa so'rasam maylimi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qalaysiz? So'rang. Men mushugingizni sotib olmoqchi edim. Yo'q, kechirasiz, bizning mushugimiz sotilmaydi. Aytyapman, siz xohlagan pulingizni beraman. Pulidan g'am yemang.
Aka, sizga aytyapman, bu sotilmaydi. Bu meni xotinimni sevimli mushugi. Xotiningiznikimi? Ha, xotinimniki. Hayotim, ketdik. Marhamat. Nigoraxon. Odamlarga ham hayronsa. Ey yo, be yo'q, mushugingizni sotib olamanmish. Yo, o'zicha kim deb o'ylayapti o'zini? Qancha bo'lsa berarmish. O'rgildi. Puli ko'payib, maqtanishdan naryoqqa o'tmaydigan odamlardan. O'zi aslida puli ham yo'q bunaqa odamlardan. To'g'rimi, Nigoraxon? Tinchlikmi, Nigoraxon? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Boya o'zingizni juda ham g'alati tutdingiz, Rustam aka. Men nima qildim? Begonalarni oldida nima keragi bor hayotim deyishni? Xotinim deyishga nima bor? Ha. Ertami kechmi baribir er-xotin bo'lamiz-ku. Nima qilibdi? Lekin hali xotiningiz emasman. Nigoraxon, uzr. Lekin men sizni sevganimdan, qizg'onganimdan aytdim bu gapni. Agar qalbingizga tekkan bo'lsam, uzr so'rayman. Qayerga? Nigoraxon. Ey! Yuragim bugun boshqacha uryapti. Senga nima bo'ldi? Biror narsadan bezovtamisan? Meni ham yuragim boshqacha uryapti. Nimagaligini bilolmayapman. Qani edi tiling bo'lganida? Ikkalamiz gaplashib o'tirgan bo'lardik. Nigora? Siz ismimni qayerdan bilasiz? Veterinar aytganda eslab qolgandim. Nima? Meni kuzatib yuribsizmi? Ayo, kuzatganim yo'q. Unda nega bu yerga keldingiz? Men tez-tez kelib turaman bu yerga. O'zingizchi? Bu yerda nima qilyapsiz? Men ham bu yerga tez-tez kelib turaman. Siz avval bu yerda ko'rmaganman. Men o'zi bir oyda 2-3 marta kelaman. Men ham. Men ko'proq tongi payt kelaman. Men esa kechki payt kelish yaxshi ko'raman. Nega bugun bu paytda keldingiz? Bilmadim. Siz o'zingizchi? Bilmadim. Ha, haligi eri shu atrofda bo'lsa kerak-a? Men bora qolay. U meni erim emas. Rostdanmi? Ha, kechirasiz. Ular bo'lajak turmush o'rtog'im. Shunaqami? Siz ham bu yerga yolg'iz kelmagan bo'lsangiz kerak. O'sha kuni ko'rgan qizni nazarda tutyapman. Ha, umi?
U bu yerlarni bilmaydi. U ham. Kim u? Turmush o'rtog'ingizmi? Bo'lajak demoqchi edim. Uzr, javob bermasam bo'lmaydi. Menga ham. Alo, Alo, men bir joyda edim. Ish bilan yuribman. Aytyapman, ish bilan yuribman. dugonamnikiga kelgandim. 1-2 soatda boraman. Bo'pti, telefonni qo'yyapman. Xo'p, O'zim telefon qilaman. xo'p, mayli. Mayli bo'lmasa, yana ko'rishib qolarmiz. Mayli. Yaxshi boring. Rahmat. Dugonamnikidaman degan. Bu bola bekorga mushugini sotib olaman demagan ekan. Salom, qadrli podpischiklarim, yaxshimisizlar? Bugun men bo'laja turmush o'rtog'im bilan kiyim do'konidan yangani chiqdik. Hammaga shunaqa chiroyli baxt nasib qilsin. Hozir biza ovqatlanmoqmiz birga. To'yga kelsanglar, hammasini bilib olasizlar. Hozircha xayr, sizlarni yaxshi ko'raman. Yana ko'rishamiz. Like bosib qo'yinglar. Farhod aka, olgan narsalarim, dugonalarimni ko'rsam, hammasi hasaddan kuyib bo'lsa kerak. Undan ham zo'rlarini olib berasiz-a? Olib beraman. Farhod aka, xayolingiz qayerda? Eshityapman. Bilasan-u, eshitishni yaxshi ko'raman. Menimcha sizga farqi yo'q o'xshaydi. Bilmayman bugun sizga nima balo bo'lgan. Men hozir kelaman. Xo'p. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Uzr bezovta qildim. Tanishib qo'yaylik. Ismim Rustam. Yaxshi. Men ismim Farhod. Farhod, menga qara. Kattamisan, kichkinamisan, menga farqi yo'q. Gapni yaxshilab eshit. Agar Nigoron oldida yana bir marta ko'radigan bo'lsam, meni yaxshilik kutma, xo'p? Xo'sh, keyinchi? Nima keyin? U meni xotinim. Bo'lajak. Ha? Menga farqi yo'q. Uni oldida seni boshqa ko'rmay, tushundingmi? Aytib qo'y, qo'limli bu joyga yetadi. Xafa qilib qo'yishim mumkin. Meni tushungandirsan? Bo'pti. O erkak. O'tir joyingga. Qallig'ingni orqasidan kepsan. Gap yo'q. Haqiqiy erkak ishini qilgansan. Lekin senga bitta savol. Ahmedovlarni taniysanmi? Bu familiya haqida eshitgandirsan? Ahmedovlar? Demak taniysan. Tushundim. Tushungan bo'lsang, Surbotdan. Ha, tinchlikmi? Dugonangiz yaxshimikan? Yaxshi, nimaga so'rayapsiz? O'zim, shunchaki. Dugonangiz mabodo Ahmedovlardan emasmi? Ahmedovlar? Yo'q. Dugonamning familiyasi Shokirova. Siz dugonamga nega buncha qiziqib qoldingiz? Yaqinda turmush quramiz. Dugonalaringizni yaxshilab bilib qo'yay demoqchi edim. Siz so'roq qilishingizga qaraganda menga ishonmaysiz shekilli. Yo, ishonaman, lekin Ha yoshlar. Assalomu alaykum. Assalomu Alaykum alaykum. assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Rustamjon, shu yerda bo'lganingiz yaxshi bo'ldi. Sizga yangiligim bor.
Nima yangilik ekan? Kelasi oydan sizni kompaniyamiz direktor o'rinbosari lavozimiga ko'tarmoqchiman. Rostam Botir Azamovich, Ha, rosti. Kompaniyamizda o'zingizni har tomonlama ko'rsatdingiz. Endi mehnatlaringizni mevasini ko'radigan payt keldi. Agar qarshi bo'lmasanglar, ikkovinglarni nikoh to'ylarida bu yangilikni nishonlasak. siz nima deysiz shu dadajon? Roziman hammasiga. Yaxshi. Bunday bo'lsa siz kompaniyaga borib, ertangi uchrashuvlarni tayyorgarligini ko'ring. Mehmonlarni juda ham yaxshi kutib olishimiz kerak. Xo'p bo'ladi. Hammasi aytgandek bo'ladi. Men boray, Nigorxon, yaxshi dam oling. Mayli, men ketdim. Mayli, yaxshi boring. Xo'sh qizim, o'qsanmisan? Nimadan? Rustamni o'rinbosar qilib olganimga. Rustam aka ancha tirishqoq, mas'uliyatli, mehnatkash. Menimcha, bu lavozimga loyiq. Lekin nazarimda mansabparastga o'xshaydi. Yo'q, bu nima deganing? Men Rustamni anchadan beri kuzatib yuribman. U sen aytgan yigitlarga o'xshamaydi. To'g'ri. Ko'rinishidan sal dimoqdor yigitga o'xshashi mumkin. Lekin unaqa emas. Ko'rasan. U seni albatta baxtli qiladi. Ana endi yur oyinga bu yangilikni aytamiz. Yur. Xo'p. Qani? Yo'q! Oyi! 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 Mana buni ichib ol, o'g'lim. Hozir doktor chaqiraman. Dada kerak emas. Hozir o'tib ketadi. O'tib ketadi. Nega? Ahvoling juda ham og'ir-ku. Chaqirmasam bo'lmaydi. Kerak emas dada. O'tib ketadi deyapman-u. Ha, bo'pti. Nima bo'ldi o'zi? Yomon tush ko'rdingmi? Ha. Juda ham yomon tush ko'rdim. Juda ham. Bo'pti, obke. Bo'ldimi qizim? Ancha yaxshimisan? Yaxshiman. Qizim, ranging yo'qarib ketibdi. Shifoxonaga boramiz. Onasi, kiyimlarini tayyorla, men o'zim olib borib kelaman. Yo'q dedi, kerak emas. Dori yaxshi ta'sir qildi. Ancha yaxshiman. Qizim, dadang to'g'ri aytyapti. Shifoxonaga olib borishimiz kerak seni. Oyi, aytyapman-u, yaxshiman. Dadajon, siz borib uxlayvering. Mendan xavotir olmang. Qizim, sen bu ahvolda bo'lsang, men qanaqa qilib uxlayman? Mayli, unda men oshxonada bo'laman. U bu narsa bo'lsa chaqirasizlar. Xo'p. Bo'ptimi? Xo'p, mayli dadasi. Qizim, yomon tush ko'rdingmi? Shunaqaga o'xshaydi. Lekin nima ko'rganimni eslolmayapman. Juda ham qo'rqib ketdim, oyi. Bo'ldi qizim, o'ylama. Hammasi o'tib ketadi. Hammasini esingdan chiqar. Ba'zida shunaqasi ham bo'lib turadi. O'zing 2 kundan buyon xayoling parishon. Senga nima bo'lyapti, qizim? Yoki Rustam senga biror narsa deb xafa qildimi? Yo'q, oyi.
Rustam aka xafa qilgani yo'q. Ona hamma narsani sezadi, bolam. Yolg'on gapirma. O'zim ham bilmayman nima bo'lganini, oyi. Siz bu yerga nega keldingiz? Kechasi yomon tush ko'ribman. Men ham. Lekin men sizni avvaldan taniydiganga o'xshayman. Siz ham menga begonaga o'xshamaysiz. Sizni birinchi uchratgan kunimdan beri tinchligim yo'qoldi. Kechalari uxlolmay chiqaman. Qiz bola uchun bu uyat. Lekin aytishga majburman. Menda ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Uzr, nimaga qarab turibsizlar? Haligi avval siz bilan uchrashmaganmizmi? Menimcha yo'q. Lekin men sizni qayerdadir ko'rganman. Bu aniq. Bo'lishi mumkin. Lekin men O'zbekistonga kecha keldim. 5 yil chet elda bo'lgandim. Tushunarli. Shunaqami? Suv bo'yidagi xotiralarni eslagani kelibsiz-da. Ha, shunaqa. Bu yerga 5 yil avval do'stim va sevgilisi bilan kelgandim. Bu yer ularni yaxshi ko'rgan joylari edi. Mana, ularning rasmlari. Shu yerda rasmga tushgandik. Bu bizning oxirgi ko'rishimiz edi. Ular bir-birini juda ham yaxshi ko'rishardi. Lekin bir kun ularni mashina urib yuboribdi. Doktorlar ularning hayotini saqlab qolish olmabdi. Ular bir-birisiz yashay olishmasdi. Buni eshitganimda men chet elda edim. Janozasiga ham kela olmadim. Qayg'uli hikoya ekan. Lekin eshitishimcha ularning yuraklarini boshqa birovga ko'chirishibdi. Meni xursand qilgan narsa o'zlari bo'lmasa ham yuraklari hali ham yashayapti. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Kelinglar. Farhod, Kechirasiz. Sizdan bitta narsa so'ramoqchi edik. Farhod, donor topildi. Yaqindagina avtohalokatga uchragan 2 sevishganni olib kelishdi. Yigitning yuragi senga to'g'ri keladi. Rostami? Operatsiyaga tayyorlan. Qizim, sizga donor topildi. Hozirgina avtohalokatga uchragan 2 sevishganni olib kelishdi. Rostdanmi? Ha. Operatsiyaga tayyorgarlik ko'ring. Sizlarga 2 sevishganni yuragi o'rnatilgan. Xuddi tush ko'rayotganga o'xshayman.
Bir nima dedingizmi? Ishonish qiyin, a? Ha, Men ko'p o'ylardim. Nimaga bu yerga bog'lanib qolganman deb. Sababi shu ekanda. meni ham shu savol o'ylantirardi. Menimcha, yuragimiz egalari tabiatni yaxshi ko'rgan bo'lsa kerak. Menimcha ham shunday. Nigora, endi nima qilamiz? Men unashtirilganman. Siz ham. To'g'ri. Sizga qo'ng'iroq qilib tursam maylimi? Qo'ng'iroq qilsamikin? Zarina shu paytda nega qo'ng'iroq qilyapti? Farhod, o'g'lim, bo'ldi. To'xta, tinchlan. O'zingni bos. Tinchlan deyapman. Nima bo'lyapti senga? Hech narsa bo'lgani yo'q. O'zingni bos. Hech narsa bo'lgani yo'q. Ko'rib turibman hech narsa bo'lmaganini. To'g'risini ayt, nima bo'lyapti senga? Ha? Ey bola. Tinchlan. Necha kundan beri xonangga qamalib hech qayoqqa chiqmayapsan. Yaqinda to'ying. Tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Dada, jonga tegdi shu to'y. Bo'ldi. To'y deyaverishingiz jonimga tegib ketdi. Bo'ldi, Farhod. Bo'ldi, o'zingni bos. Bu nima deganing? Ha? Kechadan beri Zarina menga qo'ng'iroq qilyapti. Nega gaplashmaysan? Nega javob bermaysan? Dada, gaplashmayman u bilan, gaplashmayman. Nega gaplashmaysan? Ha? Urushib qoldingmi? Ha? Dada, gaplashmayman, tamom vassalom. Bo'ldi, o'zingni bos. Tinchlan. Menga qara bola. Zarinani nima aybi bor, ha? Aybdor siz. Tushunyapsizmi? Siz. Tushunmadim. Nega men? Ha? Dada, nimaga o'shanda uyda emasdingiz? Mashinani siz haydaganingizda hozir boshqacha bo'lgan bo'lardi. Yana shu mavzuni boshlayapsanmi? Boshladim. Avariya men bilan ham sodir bo'lishi mumkin edi-ku, ha? Yo'q. Oyim mashina haydashni yaxshi bilmas edi. Siz esa nima qildingiz? Ishingizni bahona qildingiz. Bechora onam o'g'limni kasalxonaga borishim kerak deb hech narsani o'ylamasdan mashinani haydadi. Bo'ldi, Farhod. O'zingni bos. Bu taqdir bu. Kim biladi bunaqa bo'lishini? Hech kim bilmagan. Ataylab. Axir men ham ataylab qilmaganman buni. To'g'ri tushun. Senga hayajonlanish mumkin emas. Yuragingga ta'siri bor. Dada, sen meni o'g'limsan. Dada, yuragimga ta'sir qilib bo'ldi. Bilasizmi, hozir men qanaqa qiynalyapman? Bir tomonda Zarina, bir tomonda esa Nigora. Nima? Nigora?
Kim u Nigora? Axir sen Zarinani Men Zarinani sevmayman, dada, tushunyapsizmi? Sevmayman. Men Nigorani yaxshi ko'raman. Nigorani sevaman. Ey, esingni yig', Farhod. Zarinani dadasini oldida men qanaqa odam bo'laman? Ha? Shuni o'ylayapsanmi? Aslida siz meni o'ylashingiz kerak emasmi? Men har doim sen haqingda o'ylab kelyapman. O'g'lim, seni deb hatto boshqa ayolga ham uylanganim yo'q. Mayli. Bo'pti, o'zingni bos. Seni tushunaman, Farhod. Balkim bizni boyligimiz borlik uchun ham u qiz seni boshini aylantirib yurgandir. Ha? Dada, nimalar deyapsiz? Sovuqqon bo'l, bir o'ylab ko'r. Uni oilasi bizning oiladan qolishmaydi. Bo'pti. Sal sovuqqon bo'lgin. Seni yuragingga asabiylashish to'g'ri kelmaydi. U qiz seni unashtirilganligingni biladimi? Ha? Biladi. Lekin Nima lekin? u ham unashtirilgan. Tushunmadim. U ham unashtirilgan? Qizim, nimalarni o'ylayapsan? Keyingi hayotimni. Juda ham yaxshi. Xudo xolasa, hayoting yaxshi bo'ladi. Rustamjon bilan baxtli hayot kechirasizlar. To'g'ri, oilada kelishmovchilik bo'lib turadi. Lekin sabr, qanoat qilib yashash kerak. Eng asosiysi, er-xotin bir-biringlarni yaxshi ko'rib yashasanglar bo'ldi. Agar sevgi muhabbat bo'lmasa choyi. Bu nima deganing, qizim? Oyjon, sizdan berkitadigan gapim yo'q. Men Rustam akani yaxshi ko'rmayman. Voy o'lmasam. Nimalar deyapsan? To'ydan avval bunaqa gaplarni gapirma, qizim. Siz xavotir olmang, oyi. Men bu gapim bilan Rustam akaga turmushga chiqmayman demoqchi emasman. Lekin ularni yaxshi ko'rmayman. Yaxshi ko'rmay yashasa ham bo'ladimi? Siz dadamni yaxshi ko'rib turmushga chiqqanmisiz, oyi? Ha, yaxshi ko'rib turmushga chiqqanman. Hozir ham yaxshi ko'rasizmi? Ha, yaxshi ko'raman. Unda baxtli ekansiz. Nigora qizim, nimaga bunaqa savollar berib boshimni qotiryapsan, ha? Rustam yaxshi ko'rmas ekansan, nimaga shu narsani boshdan aytmading? Unda yuragimga quloq solmaganman, oyi. Voy o'lmasam. Ana o'zi ham keldi. Bu gaplarni yig'ishtir. Rustam agar eshitsa qattiq xafa bo'ladi. Menimcha xafa bo'lmaydi. Boshidan kelishib olganimiz yaxshi. Hoy, nima qilmoqchisan? Hoy qiz. Qani, o'tiring. Nigoraxon qayerga qaydi? Yo'q, hech qayerga bormaymiz. Aha. Xo'p. Mashinani haydamang. Sizda gapim bor. Qulog'im sizda, eshitaman. Ustam aka, men sizni hurmat qilaman. Siz yaxshi insonsiz, mehribonsiz, mas'uliyatlisiz. Dadamni ishongan odamisiz. Nima desam ekan? Nigoraxon, to'g'risi maqtovlaringizdan qo'rqib ketyapman. Nega qo'rqasiz? Bilmadim. Qizlar shunaqa maqtasa, oxiri noxushlik bilan tugaydi deb eshitganman. Yo'q. Noxushlik bilan tugamaydi, xotirjam bo'ling.
O'ylaymanki, meni to'g'ri tushunasiz. Albatta tushunaman. Yaqinda oila quramiz. To'g'ri. Lekin bir narsani bilishingizni xohlardim. Nimani? Men sizni yaxshi ko'rib turmushga chiqmayapman. Dadam sizni maqtaganlari uchun turmushga chiqyapman. Faqat mendan mehr ko'rmasangiz, xafa bo'lmang deb ogohlantiryapman. Mayli. Shunisiga ham rahmat. Lekin men sizni sevaman. Meni sevgim ikkalamizga ham yetadi. Yo'q. Sevgi ikki tomonlama bo'lishi kerak. Balki keyinchalik Balki sizga shularni aytmoqchi edim. Mendan xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. yo'q, xafa emasman. Bu gap o'rtamizda qolsin, iltimos. Xo'p. Nima bo'lsa bo'ldi. Qo'ng'iroq qilaman. Alo. Yaxshimisiz? Men Farhodman. Sizmi deysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bezovta qilmadimmi? Yo'q, bemalol. Haligi, agar vaqtingiz bo'lsa, men bilan ovqatlanasizmi demoqchi edim. Alo, meni eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Uzr so'rayman. Taklifim noo'rin bo'ldi. Mayli, bo'lmasam vaqtingizni olmang. Yo'q, xijolat bo'lmang. Qayerga borishim kerak? Men o'zim sizga lokatsiya jo'nataman. Xo'p, mayli, kutaman. Xo'p, mayli. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Keling. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Nima buyuramiz? Farqi yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi qizim? Ha, keldim. Tinchlikmi? Bu yerga nimaga meni chaqirdingiz? Ha, hozir hammasini tushuntiraman qizim. Qizim, sen aqlli, madaniyatli qizsan. O'zing bilasan, Farhod anchadan beri o'zgarib qolgan. Buni o'zgarishlarning sababi? Sababi nima, amaki? Sababi Farhod o'g'limni bir qiz boshini aylantirib yuribdi. Ha, shunaqa deng. Ana, yaxshilab qara. Keyin ancha o'zgarib qoldi. Sen u qizni mabodo tanimaysanmi? Yo'q, tanimayman. Lekin bir marta ko'rganman. Qizim, Farhodni u qizdan ajratib olish kerak. Bu faqat seni qo'lingdan keladi. Xavotir olmang, amaki. Farhod akani birovga berib qo'yadigan ahmoq yo'q. Shundan keyin uydagilarim mushuk boqishga ruxsat berishdi. Unda mushuginglarni uylarga ro'yxatga ham qo'ygan bo'lsanglar kerak. Yo'q, qo'yganimiz yo'q. Lekin dadamga aytsam shuni ham qiladilar. Gapini o'tkazadigan erkatoylardanman deng.
Yo'q, erkatoy emasman. Operatsiyadan keyin uydagilarim ko'nglimga qaraydigan bo'lib qolishgan. Asrab avaylashadi. Xullas, nima xohlasam shuni muhayyo qilishadi. Lekin bu menga har doim ham yoqavermaydi. Men esa operatsiyadan keyin jizzaki bo'lib qolganman. Sal narsaga jahlim chiqib ketadi. Balki yuragingizni egasi shunaqa bo'lgandir. Balki. Bitta narsa so'rasam maylimi? Mayli. Avvalgi Nigora qanaqa bo'lgan? Avvalgi Nigorani bilmadim-u, lekin bir narsani aniq bilaman. Hozirgi Nigora ancha dangalchi, oqni qoradan ajratadigan bo'lib qolgan. Zo'ru. Ko'rinishimdan o'xshamaymanmi? O'xshaysizmi yo'qmi bilmadim. Buni o'zingiz bilasiz. Meni bilganim shuki, ko'ksingizda kimni yuragi urishidan qat'iy nazar, siz go'zalsiz. Ular xushomad qilishni ham yaxshi ko'rgan shekilli. Yo'q Nigora. Bu o'zimning gapim. Shu yerda turasizmi? Bundan keyingi ko'chada turaman. Tushunarli. Mayli bo'lmasa, yaxshi boring. Mayli Nigora. Kechqurun sizga qo'ng'iroq qilsam bo'ladimi? Bilmadim Farhod aka. O'zi siz bilan bunaqa yurishimiz g'alati. Biz yuragimiz buyurgan ishni qilyapmiz, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin yurakka qarshi borishga to'g'ri keladi. Men shu paytgacha yuragimga qarshi yashab keldim. Iltimos Farhod aka, meni qiynamang. Kechki payt telefon qilaman. Tezroq ketganingiz ma'qul. Birortasi ko'rib qolmasin. U baribir qo'ng'iroq qilishimni kutadi. Nigora, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Nimani gaplashamiz? Har holda mushuklar haqida emas. Shu yerda gaplashamizmi? Har holda uyingizda gaplashmasak kerak. Ko'rinib turibdi, o'zingizga ancha ishongan qizsiz. Yaxshi gapga tushunadiganga o'xshaysiz. Men ham shunaqaman. Gapni kalta qilaman. Farhod akani qanaqa qilib tuzog'ingizga ilintirgansiz? Lekin bilib qo'ying. Baribir niyatingizga erisha olmaysiz. U meniki. Uni esa tinch qo'ying. Agar tinch qo'ymasangiz, gaplashish boshqacha usullarni ham bilaman. Meni tushundingizmi? Tushundim. Tushunganingiz uchun rahmat. Lekin u sizni sevadimi yo'qmi shuni so'raganmisiz?
U meni sevadi. Menimcha oxirgi paytda e'tibor qilmaganim uchun siz ko'ziga chiroyli ko'ringandursiz. Bu meni aybim. Tushunarli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom qizim. Keldingmi qizim? Tinchlikmi? Oyijon, dadajon. Kayfiyatinglar-yu. Yaxshi keldingmi? Senga qanaqa tushuntirsam ekan? Xullas, kompaniyamiz kasodga uchradi. Uni yopishyapti. Qanaqasiga kasodga uchraydi? Buni senga tushuntirishim qiyin. Lekin qizim, sen xavotir olma. Butunlay nol bo'lib qolganimiz yo'q. Bankda yurib qo'ygan ancha pullarimiz bor. Bir amallab oyoqqa turib ketamiz. Lekin hozir muammo bunda emas. Nimada? Rustam bu xabarni eshitgandan keyin yo'q bo'lib qoldi. Nega yo'q bo'lib qoladi? Bilmadim qizim. Telefonlari o'chgan. Hech qayerdan topib bo'lmayapti. Nahotki bu ishlarda Rustam akani qo'li bo'lsa? Yo'q. Uni tekshirdim. U emas. Hech qaysi hujjatlarda uni nomi tilga olinmagan. Dada, meni ko'nglim sezgandi. Rustam aka bir kunmas bir kun sizga pand berishini. U direktor o'rinbosari bo'la olmasligini bilib turib qochgan. Ko'rdingizmi dada? Uni mansabparast deb aytgandim-ku sizga. Qizim, senga siqilish mumkin emas. Kuyunishingga arzimaydi bu ishlar. Voy, qizim. Voy, senga nima bo'ldi? Voy, qani. O'tir. Qizim, Bo'ldi, o'zingni bos. Qamga qo'ng'iroq qiling. Bo'ldi, o'zingni Menga bos. qara. Voy, hozir. Nigora. Qizim. Bo'ldi. Kuyunmagin. Asabiylashma. Alo. Nigora, meni Yordammi? eshityapsanmi? Bo'ldi, qizim. Chaqirilayotgan telefon o'chirilgan. Вызываемый. Chaqirilayotgan telefon o'chirilgan. Kechirasiz. Kelmadimi? Yo'q, kelmadi. Iltimos, agar mabodo kelib qolsa, telefon qilish esingizdan chiqmasin. Xo'p. Xavotir olmang, xabar beraman. Rahmat.
Endi qaysi uy ekan? Alo. Zarina, yaxshimisan? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Ishxonaning yoniga kelgandim. Chiqa olasam, gaplashib olishimiz kerak. Nimani gaplashamiz? Iltimos, chiqqin, gaplashib olaylik. Xo'p, hozir chiqaman. Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshimisan? Aytgancha, isming nima edi? Esimdan chiqib qoldi. Rustam. Rustam, esingdami? Bir marta kafeda yonimga borganding. Ha, esimda. Qalaysan? Ishlaring joyidami? Yaxshi, rahmat. Tinchlikmi? Shu yerdan o'tib ketayotgandim. Bir salom alaykum qo'y dedim-da. Rosa ishondim. Aslida sen mendan Nigoron so'ramoqchisan, shunaqami? Shunaqa bo'lsa-chi? Nima bo'ldi? Yetisha olmadingmi? O, menga qara, maraz. Asabimga tegma, tushundingmi? U qayerda? Qo'lingni ol. Men qayerdaligini bilmayman. Dadasining kompaniyasi kasodga uchragandan keyin qayerga ketganini bilmayman. Nima, sen unga uylanmadingmi? Afsuski yo'q. Nimaga? Chunki aytgan. Uni ko'zlaridan seni sevishini bilib turardim. Menga hatto o'zi ham aytgan. Lekin sen uni sevgansan-ku. Nimaga orqasidan bormading? Nimaga borishim kerak? Ular meni yillar davomida itda ishlatdi. O'sha kompaniya uchun harakat qildim. Haydovchilik qildim, qullik qildim. Kasalligiga qaramay, uylanishga majbur bo'ldim. Oqibatidachi, seni seva olmayman dedi betimga qarab. U ham yetmaganda dadasi kasod bo'ldi. Men ishsiz qoldim, hech kim bo'lib qoldim. Tushunyapsanmi? Shunda ham yonida qullik qilib yuraveraymi? Ha? O, menga qara, maraz! Sen haqiqatan marazsan. Farhod aka! O'chir ovozingni. Sen itsan, tushundingmi? Itsan. Sen Farhod aka! mansab orqasidan yuguradigan itsan. Farhod aka, nima qilganingiz? O'zingizni bosing. Maraz! Farhod aka. Bo'ldi, o'zingizni bosing. Ikkinchi ko'zimga ko'rinmagin, tushundingmi? Farhod aka. Bo'lmasa bir bola qilib qo'yaman. Bo'ldi, asabiylashmang, Farhod aka. Hali gaplashamiz. Farhod aka, nimaga uni urdingiz? Kim edi o'zi u? Bittasida. Sizga nima bo'ldi, Farhod aka? Tinchlikmi? Farhod aka, sizga nima bo'ldi? Farhod aka, meni qo'rqitmang. Farhod aka! Farhod aka, nima bo'ldi? Farhod aka! Farhod aka! Yordam beringlar. Kim bor? Farhod aka! Kim edi u qizim? Tanimaysanmi? Yo'q. Men ularni oldin Farhod aka bilan ko'rmaganman. Ular nima to'g'risida gaplashganini eshitdingmi? Yo'q. Uzora dedim. Lekin Farhod aka ko'zimga ko'rinma, o'ldiraman deganlarini eshitdim. Keyin u hech narsa demay mashinasiga o'tirib ketdi.
Agar o'g'lingizni o'ldiraman degan bo'lsa, o'rtada jiddiy muammo bo'lgan. Men sizga o'g'lingizga hayajonlanish mumkin emas deb ogohlantirgan edim. Mana oqibat. Kuchli zo'riqish yurakka qattiq ta'sir qilgan. Qon tomirlari torayib, qon kelmay qolgan. Endi nima qilamiz? Nima ham qilardik? Davolashni boshlaymiz. Bu qancha davom etadi? Kamida 2 hafta. 2 hafta? Doktor, keyingi hafta o'g'lim bilan Zarinani to'yini qilishimiz kerak. Sizga to'y kerakmi yoki o'g'lingiz sog'ligi? Nazarimda to'yimiz hech qachon bo'lmaydigandek. Unaqa dema. O'zing doktorning gapini eshitding. Hech narsa o'zgarmaydi. Faqat to'yni biroz kechiktirib turamiz xolos. Xavotir olma, dadang bilan o'zim gaplashaman. Xo'p, mayli, rahmat. Singlim, o'tiribsizmi? Ha, Uyingizga bormaysizmi? Farhoddan xavotir olmang, o'zimiz qarab turamiz. u tuzalmaguncha hech qayerga bormayman. Shunaqa deng. Bu dard faqat yuragida emas. Uni ruhiyatida ham muammosi bor. Xo'p, qanaqa muammo? Sizga bir haqiqatni aytsam xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, aytavering. Xullas, bir kun Farhod bilan bir qiz oldimga kelishgandi. Bir vaqtlar ularning yuragini o'zim davolagandim. Ular mendan tanalariga ko'chirilgan yuraklarini egalarini so'rashdi. Keyin nima bo'ldi? Gap shundaki, ularni tanalariga ikki sevishgan yigit va qizning yuraklari o'rnatilgandi. Xudoning qudratini qarangki, bu ikki yurak yana topishib olishibdi. Ularni birga ko'rib hayratdan qotib qolgandim. Davron ham o'g'lini oxirgi paytda o'zgarib qolganini aytgandi. Qandaydir bir qizni sevib qolganini aytgandi. Xayolimga birinchi bo'lib o'sha qiz keldi. Demak, yuraklar bir-biriga talpingan. Ular esa yiroqlashib ketgan. Singlim, mendan xafa bo'lmang. Men bilganlarimni aytdim xolos. Balki men adashayotgandirman. Yo'q, siz adashmadingiz. Men u qizni tanirdim. Lekin yuraklar to'g'risida eshitmagandim. Demak, hammasi bekorga emas. Farhod aka, men sizni jonimdan ham ortiq sevdim. Lekin sevdirolmadim. Buning uchun siz ayblamayman. Siz yuragingizga quloq tutdingiz.
u nimani buyursa shuni qildingiz. Qaniydi xasta bo'lsa ham oldingi yuragingiz bo'lganda. Amaki, Ha, Zarina qizim, tinchlikmi? men o'g'li Ziyondan ketyapman. Ha, sen ham charchading qizim. Uyingga borib damingni ol. Yo, siz tushunmadingiz. Men ularni tashlab ketyapman. Tashlab ketyapman. Nima bo'ldi qizim? Tinchlikmi? Ha? Agar u bilan qolsam, ikkalamiz ham baxtsiz bo'lamiz. Shuning uchun boshqa yo'ldan ketganimiz yaxshi. Unaqa dema. Sen Farhodga keraksan qizim. Yo'q, amaki. Men qola olmayman. O'g'lingizni faqat bitta qiz hayotga qaytarishi mumkin. Qizim. Uni albatta qidirib toping. Qizim, unaqa dema. Amaki, men sizni keliningiz bo'lishimni juda ham xohlagandim. Mayli, yaxshi qoling. Allo, Zarina qizim. Allo. Men seni uzoq izladim. Nimaga ketib qolding? Ketsam, ikkimizga ham yaxshi bo'ladi deb o'yladim. Seni bilmadim-u, lekin men qiynaldim. Men ham sizni unutishni uddasidan chiqa olmadim. Ruhim unutsa ham, yuragim unuta olmadi. Faqat sizga qarab intildi. Meniki esa to'xtab qolay dedi. Bu yurak egalari. Yo'q. Bu yuraklar bizaniki. Faqat bizaniki. O'zim ham shu yerda bo'lsanglar kerak deb o'ylagandim. Iye? Assalomu aka, alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ertaga chet elga uchib ketyapman. Keyin qachon kelaman bilmayman.
sizlar bilan bitta rasmga tushsam degandim. Mayli, faqat bu safar meni telefonimga tushamiz. Faqat bular ham tushadi. Qarshi emasmisizlar? Mayli. Yo'q, qarshiligimiz yo'q. Mayli.